Call Markaz kiberbunker faoliyati fosh etildi. Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tezkor qidiruv tadbiri davomida Chilonzor tumanida joylashgan ko'p qavatli uyning yerto'lasida noqonuniy Call Markaz kiberbunker faoliyati fosh etildi. Aniqlanishicha, Andijon viloyatida yashovchi 1994-yilda tug'ilgan Muqaddam jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan 2 marotaba sudlangan shaxs va uning sheriklari fuqarolarga qo'ng'iroq qilib, ularni go'yoki Uzum Market savdo ilovasining yutuqli o'yini g'olibi bo'lgani haqida yolg'on ma'lumotlar bergan. Telefon bo'ldi menga 98lik kod bilan. Biz Uzum Market anaqasidamiz. Sizning anaqangiz, raqamingiz, baxtli raqam anaqasida o'ynalibdi. Sizga 800 minglik limit ajratildi. Limitingiz bor. Xohlagan narsangizni olishingiz mumkin dedi menga. Telegramdan qilishdi. O'rgatdi menga nima qilishni. Yuzini ko'rsatmadi menga. Kredit, anaqa narsa olmayapsizlarmi? Yana men nomga men unaqa narsadan qo'rqaman. Mashinanik emasman, unaqa emasman dedi. Podrazeniya qildim-da, to'xtang, siz hozir men yuzimni olyapsiz-ku. Siz hozir men nomga shuni, yo'q, opajon, endi sizni rasmiylashtirishimiz kerak-ku. Biz sizga endi podarkani отправить qilishimiz kerak-ku, dedi. Keyin olishdi, keyin telefon o'childi, bo'ldi. Ertasi kuni menga SMS kelib turibdi. Uzum Market shunaqa, sizning nomingizga kredit rasmiylashtirildi. Ular shu bilan birga savdo platformasida o'zlarini go'yoki mahsulot yetkazib beruvchi sifatida ro'yxatdan o'tkazgan. Mahsulot yetkazib berishni talab qilgan yoki ustingizdan shikoyat qilaman deya norozilik bildirgan ayrim xaridorlarga ataylab juda arzon, sifatsiz yoki buyurtmaga mutlaqo mos kelmaydigan mahsulotlar yuborgan. Bu yo'l bilan jabrlanuvchilarning e'tibori chalg'itilib, ajratilgan kredit yoki mikroqarz limitlarini to'liq o'zlashtirishga erishilgan. Mablag'lar o'tkazib bo'lingach, ko'p hollarda jabrlanuvchilar bilan aloqa butunlay uzib qo'yilgan. Tekshiruvlar davomida Al-Hikma Ilm, Aksiya Tech Shop va Grand Book MCHlar orqali Chilonzor tumanida tashkil etilgan kiberbunkerda 16 nafar operator faoliyat yuritgani, ular ijtimoiy tarmoqlardagi soxta onlayn do'konlar nomidan yuzlab fuqarolarga qo'ng'iroq qilib, dastlabki tergovga qadar 50 nafar fuqaroning 200 million so'mdan ortiq mablag'larini noqonuniy yo'l bilan o'zlashtirgani aniqlandi. Tezkor tadbir davomida 22 ta kompyuter jamlanmasi, mobil telefonlar, SIM kartalar, bank plastik kartalari hamda 2,5 ming nafardan ortiq fuqarolarning to'liq qayd etilgan shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlari ro'yxatlari ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirilib olindi. Mazkur holat yuzasidan 50 dan ziyod shaxslarning arizalari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B va G bandlari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat ishi yuzasidan gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilingan bir guruh shaxslarga nisbatan qonun ustuvor jazo muqarrarlik prinsipi asosida huquqiy baho berilishi, shuningdek, jabrlanuvchilarga nisbatan yetkazilgan moddiy zararning qoplanish choralari ko'rilmoqda.